Bolajonlar, har kuni ertalab salom berish kerak, to'g'rimi? Albatta. Assalomu alaykum. Bu eng chiroyli so'z. Kattalar gapirayotganda oraga kirmaymiz, ha? Ha, biz kutamiz, keyin muloyimcha so'raymiz. Agar do'stingda yangi o'yinchoq bo'lsa, nima qilamiz? Quvonamiz. Hasad emas, do'stlik kerak. O'qituvchi salom berganda nima deymiz? Va alaykum assalom ustoz deb jilmayamiz. Nonni isrof qilish mumkinmi? Yo'q, non baraka. Har donasi qadrli. Kimdir xafa bo'lsa, nima qilamiz? Yoniga boramiz. Xafa bo'lma deymiz. O'yinchoqlarni yig'ishtirish ham odobmi? Ha, uyni toza tutgan bola hurmat topadi. Qo'lni ovqatdan oldin nima qilamiz? Yuvamiz, tozalik sog'likning do'sti. Birov so'rayotganda yordam berish kerakmi? Albatta, yordam bergan bola mehrli bo'ladi. Telefon o'rniga kitob o'qisang nima bo'ladi? Aqlim o'sadi, ko'p narsani bilaman. Bobong yoki buving so'rasa nima qilasan? Tez yordam beraman. Bu hurmat. Kichik ukang narsa so'rasa, berasanmi? Ha, ulashaman, mehr ko'payadi. Sinfda jim turish ham odobmi? Ha, jim o'tirgan bola boshqalarga hurmat ko'rsatadi. Chiroyli so'zlar aytgan odamga nima bo'ladi? Hammani quvontiradi, ko'p do'st topadi. Agar kimdir adashsa, kulamizmi? Yo'q, yordam beramiz, shunda u ham o'rganadi. Uyda mehmon kelsa nima qilamiz? Salom beramiz, joy ko'rsatamiz. Yaxshi so'z nima qiladi? Yurakni yumshatadi, mehr uyg'otadi. O'yin paytida janjal chiqsa nima qilamiz? Gaplashib kelishamiz, urushmaymiz. Sinfdoshlaringni hurmat qilish muhimmi? Juda muhim. Hurmat do'stlikni mustahkamlaydi. Bugun kim adobli bo'ldi? Men, chunki boshqalarga yordam berdim va rost gapirdim.